Xo'p, mana ikkinchi misolda demak, bizga kerak bo'ladigan asosiy bitta formula bor. Ya'ni misol uchun bir ishni 2 kishi bajaryapti yoki 3 kishi, necha kishi bajarsa ham birinchi ishchi o'sha ishni T1 vaqtda bajarsa, ikkinchi ishchi o'sha ishni T2 vaqtda bajarsa, ya'ni umumiy ish A ish bo'lyapti bizda. Umumiy ish A ish bo'lyapti. Mana shu ikkalasi mana alohida holatda birinchisi T1 vaqtda, ikkinchisi T2 vaqtda bajaradigan bo'lsa, ikkalasi birgalikda o'sha ishni, demak, T umumiy vaqtda bajaradigan bo'lsa, mana T umumiy. O'sha T umumiy teng bo'ladi 1 T1 plus 1 T2 ga. Mana shu formula asosiy formula. Masalan, 3-4-lar bo'lsa ham 1 T3 plus 1 T4 qo'shilib ketaveradi. Xo'p, ikkinchi demak, ikki ishchi bir ishning 3dan 2 qismini 4 kunda bajaradi deyapti. Endi mana bu bizda T umumiy emas bu. Demak, 3dan 2 qismini o'sha ishni 3dan 2 qismini 4 kunda bajarsa, ishni o'zini necha kunda bajaradi? O'shani topishimiz kerak birinchi navbatda. 2dan 3 qismini 4 kunda bajaradigan bo'lsa, demak, ishni o'zini buni bemalol topishimiz mumkin proporsiya ko'rinishida. 6 kunda topadi. 6 kunda bajaradi. Umumiy ishni 6 kunda bajaradi. Mana 3 qism deydigan bo'lsak, mana umumiy ishni 3 qism deydigan bo'lsak, birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism deydigan bo'lsa 2 kundan-da bu. Uchdan 2 qismini mana 4 kunda bajaryapti, jamini 6 kunda topsak bo'ladi. Xo'p, T umumiy endi bizda 6 kun bo'ldi. Ya'ni 1/6 teng bo'lyapti. Mana birinchisini endi biz bilmaymiz necha kunda bajarishini. Birinchi ishchi ikkinchi ishchidan 5 kun oldinroq bajarib tugatadi. Ya'ni birinchisi demak T kunda bajarsa, ikkinchisi 5 kun keyin bajaradi. T plus 5. T plus 5 kunda bajaradi. Mana shu tenglamadan T ni topishimiz kerak. Bunga demak T plus 5 dan bunga T dan umumiy maxraj beradigan bo'lsak, xo'p, nima bo'ladi? 1/6 teng bo'ladi. 2T plus 5 taqsim T kvadrat plus 5T. Tenglama qanday bo'lyapti? Demak, T kvadrat plus 5T teng bo'lyapti 12T plus 30 T kvadrat minus 7T minus 30 teng 0 bo'lyapti. Mana bunda demak T1 teng. Xo'p, 10 T2 teng minus 3. Bu tenglama yechimlar 10 va minus 3 bo'ladi. Bizda minus 3 ololmaymiz, sababi vaqt manfiy bo'lmaydi. Demak, birinchisi 10 kunda bajarar ekan. Yolg'iz ishlaganda birinchi ishchi ishni necha kunda bajaradi deyapti. Demak, mana shu so'ralgan narsa o'zi chiqdi bizda 10 kunda.